Assalomu alaykum YouTube, Instagram orqali bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlarimiz. Shunaqa joyga balinka balig'ini tutish uchun tushganmiz. Mayda balinka balig'i bo'ldi. Bu joyda shu taxminan shu 10-15 santimetr orasidagi mayda balinka balig'i bo'ldi. Mana ekan hozir. Ikkita ona natijamiz bo'ldi. Yem ekadigan bo'lsak, yemimiz oparish pashsha qurti hamda mayda qizil chuvalchang. Biz kuzatib beraylik, xudo xolasa chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Hozir mana shu joyda mayda baliqchilik yemimizga tegyapti, qayrmog'imizga. Qo'lda videoga o'tganim uchun salgina xatoyli o'tgani uchun oldindan uzr so'rayman endi. Endi bizni qiziq kuzatayotganlar uchun oldindan rahmat. Kanalga a'zo bo'ling. Xohlasa yangi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar baliqchilar qo'llab padashga qilib tursanglar, baliqchilar bormizmi axir? Padashga chiqamiz endi mana aka. Xudo xohlasa astag'in chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaman. Qanaqa baliq tutish kerak o'rgatib borasizlar, professionallar. Biz endi yangi qiziquvchimiz. Xudo xohlasa chiroyli videolarni syomkani qilishga harakat qilamiz. Buning uchun albatta sizlar podpishka qiling, kanalga a'zo bo'ling, videolarimga like bosing, yangi maslahatlarni bering akajonlar. Internetlarda ko'ryaptik endi har xil katta balinka balig'lar tushyapti bu joyda. Bunaqa katta balinka balig'i yo'q o'zi. Qanday uni katta anformasi endi ko'rib tursiz ekan. Kichkina ariqcha. Bu joydan tutgan balig'larimiz endi oldin Tirik olam degan Instagramda ham kanalimiz bor. Ko'p ko'rsatyapman, blogga tashlab o'tib ketardim. Oldin tutib qo'yib yuborardik, lekin 2-3 ta nimalar armon o'tdi.